butun dunyodan chiqib ketayotgan filler bizada hali chiqib ketmaydi-da, bilmayman qachondir bir kunmas bir kun chiqib ketar shu. Bizani yuzni o'zi ham mana yuzi katta-katta-da. Anjelina Joliga o'xshamoqchi bo'ladi, lekin bitta ham qiz ko'rmadim Anjelina Joliga o'xshaydigan. Podborodok, betlarni chiqarib. Ishonasizmi, bitta ham chiroyli qiz ko'rmayman-da shu protsedura qilgan. Ayniqsa ro'mol o'raganlarnikini giperkorreksiyada mana shu podborodagi ham, mana shochkalari ham bir xunuk bo'lib, deshevkaga o'xshab ko'rinishadi. Men bu protsedurani o'zimda qilib ko'rganman. Birinchi haftada zo'r bo'lgan, ikki haftada уже bo'ldi. Men birinchidan transvestitga o'xshab qolganman, ikkinchidan mana kichkina yuzim to'rtburchak erkaklarnikiga o'xshab qolgan. Uchinchidan bodka filler qo'yganimizni hisobiga og'zim kattalashib ketgandi. Короче, вообще xunuk bo'lib ketganman. Samootsyenkasi pasayib ketgan ayollar bor-ku, men kimgadir o'xshagim kelmaydi. Menga o'zim yoqadi, men o'zim принимать qilaman. Mayli nuqsonlarim bo'lsa ham farqi yo'q, men o'zim принимать qilaman. Xudoyim xuddi-chi o'xshagisi kelayotgan odamni prям adashmasdan yaratgandek, buni yaratayotgan shu adashib qolgandek o'ziniga qabul qiladi. Hammamizni qanaqa yaxshi ko'rib yaratganini his qilsa, samootsyenka normada bo'ladi, joyida bo'ladi.